Vladimir. Pas Aliboyev, zarba pozitsiyasi yopildi. Profiga pas qaytarilmoqda. Mana bu zarbani ko'ring va gol urilmoqda. Hisob ochildi. 24-daqiqada Zoran Marushich gol urmoqda. Mavsumdagi ketdi. Aliboyev zarba bera olmasdi. Yuzma-yuz chiqdi Jo'raboyev, keyin qaytarildi. Mana bu zarbada yo'l-yo'lakay burib yubordi Zoran Marushich to'pni. Boshqa rakursdan ham ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda tushunarliroq bo'ladi. Yovich zarba beryapti, Marushich esa burib yubormoqda. Zoran Marushich oxirgi marta aprel oyida Qo'qon 1912 ga qarshi o'yinda gol urgan edi. Mana bu nuqtadan turib darvozani yuqoridan bosh bilan zarba 2-0. Zoran Marushich dublni rasmiylashtirmoqda, lekin o'yindan tashqari holat. Yana bir bor So'g'diyonaga umid bermoqda hakam. Bu yerda Odilov to'pni ko'rishga ta'sir qilgan o'sha darvozabonga. To'g'ri, o'yinda emas, Odilov jarayonda ishtirok etdi. Butun stadion bosimi bor, shovqinni eshityapsiz. Gol inobatga olindi do'stlar. Gol hisobga olindi.